Xalqaro kechirim tashkiloti bugun e'lon qilgan Xitoy ular qayerda Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi kollektiv tutqun haqida javob berish vaqti keldi temisidagi dokladda Sharqi Turkistondagi bostirish va zulmning yetib kelgan nuqtasi misollar orqali yoritib berildi. Dokladga asoslanganda asabiylikni yo'qotish nizomnomasi e'lon qilingan 2017-yil 4-oydan buyon Sharqi Turkistonda lagerlarga qamalgan musulmonlarning soni shiddat bilan oshgan. Konya'da qanğan yarımız Şərqi Türkistan temisida 2 yığın ötküzüldü. Her 2 yığında Şərqi Türkistan Maarif ve Həmkarlıq Cəmiyyətinin baş katibi Abdüləhəd Abdurrahman Şərqi Türkistan meselesi haqqında doklad berdi. Yeni bir tarafdan Avustraliyaning Adelaide şəhərində Uyğur xanım-qızlar Xitayning jazo lagerlariga qamalgan milyonlagan Şərqi Türkistanlıqning dərdini Avstraliyaga ve dunyoga anglatish uchun rasm ko'rgazmasi o'tkazdi. Venezuela prezidenti Maduro kabinetdagi barliq ministerlarning vazifasidan ayrılishga tayyor turish kerakligini aytdi. Tarixdan buyangi eng og'ir siyosiy krizisga duch kelgan Venezuelada Amerika qo'llayotgan o'qituvchilar tarafidan 2 oydan buyon krizisga tushgan Maduro barliq ministerlardan har vaqt tayyor bo'lishini talab qildi. G'arb taratqullari Amerikaning chiriklashgan hukumat va iqtidorsiz amaldorlar bilan birga borgan sari qarz patqiqiga petib ketayotganligini bildirdi. Harbiy chiqimning Amerikani vayron bo'lishga boshlaydiganligini, hukumat va doiralarning bo'lsa, xalqqa yolg'on so'zlash orqali harbiy ehtiyoji uchun texnik ko'p iqtisodiy manba izlayotganligini bayon qildi. Hukumatni Ijang nomli tashkilotning tadqiqot natijalari misol sifatida berildi. Çanakkale urushi 2. Dünya urushi jarayonida 1915 ve 1916 yilları Gelibolu yerim orolida yuz berdi. Antanta davlatlarining maqsadi İstanbul ve Çanakkale bo'g'izlarini qo'lga tushirish edi. Qahramon Mustafa Kamal ve sabdoshlari unutulmas kurash orqali bu urushning natijasini o'zgartdi. Shuning bilan bir vaqtda hajiga berish uchun Turkiyadan o'tib ketayotgan Sharqi Turkistonliklar Çanakkale urushini ko'rgandan keyin hajiga berishdan voz kechib bu urushga qatnashgan edi. 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerimizni hürmet bilen yad etimiz.